Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'uristonlik qarindoshlar. Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'uriston ozodlik tashkilotining barliq a'zolari. Bugungi suhbatimizda Erkin Osiyo radiosining Yaponiyada turishliq ixtiyoriy muxbiri Doktor Hoji Qutlug' Qodiriy apandi keyingi 2 haftadan buyon Erkin Osiyo radiosining xabar beti orqali vatan ichi sirtidagi Uyg'ur xalqiga yetkazayotgan intayin muhim bir xabar ustida to'xtalmoqchimiz. İki qo'li Uyg'ur xalqining qoni bilan bo'yalgan, Uyg'ur millatining qon qisosiga bo'g'ilgan bir sobiq Xitoy josusi Azyu taxallusi bilan Yaponiyada doklad beryapti. Bu Xitoy özünün dokladida oshkorlashicha 10 yildan buyon vatan sirtida yana Uyg'urlar o'ltiraqlashib yashayotgan yoki Misr va Saudiyaga o'xshash Uyg'ur o'quvchilari, diniy o'quvchilar bir qadar ko'p rayonlarda Uyg'ur o'quvchilarining orasiga va Uyg'ur xalqining orasiga kirgizgan o'zining josuslari, yollanma g'alchilari, ko'z quloqlari to'g'risida qisman fosh qilish doklad topshirgan. Biz shu munosabat bilan Uyg'uriston ozodlik tashkilotining raisi va qo'shimcha agar bayon qilish to'g'ri kelsa, Dunyo Uyg'ur qurultayining Yaponiyada chaqirilgan 4-navbatlik umumiy qurultayida ichki ishlar komitetining raisi bo'lib saylangan Osmonjon Tursun apandi bilan 2 kishilik suhbat uyushtirmoqchimiz. Diqqatingizga rahmat. Rahmat, Abdurrahman efendim. Assalamu alaykum, hurmatli Uyg'uriston ichi ham sirtidagi vatandoshlarimiz. Yuqorida Abdurrahman elib aytgandek, yaqinqi zaman Uyg'ur inqilob tarixida Uyg'ur davosining Uyg'ur inqilob sepining ichiga kirgan so'qinib olgan josuslarning ikki qo'li Uyg'urning qoni bilan bo'yalgan bir Xitoy josus tarafidan oshkorlanishi bu vatan ichi sirtidagi Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'agan nozik bir masala, ya'ni zil bir masalaga aylanib qoldi. Bu albatta bu masala ustida bizningki bir tashkilot bo'lish sifatimiz bilan inkos qaytirish jiddiyligi tug'ilganligi uchun biz bu to'g'rida bugun biroz o'zimizning ko'z qarashlarini xalqimiz bilan o'rtoqlashmoqchi. Ko'pchilik rahmat. Endi Osmonjon keyingi 2 haftadan buyon, ya'ni shu Hoji Qutlug' Qodiriy apandiningki xabariga asosan bu xabarning Uyg'ur Amerikan to'rbetida va boshqa to'rbetlarda ko'chirib tarqatilishi bilan vatan sirtida ko'p g'ulg'ul qo'zg'aldi. Bu yerda her xil ko'z qarashlar o'tirib qo'yiladi. Bo'libmi Uyg'ur Amerikan to'rbetida bu Azyu taxalluslik bu josus Xitoyning o'zi qilib o'tgan josuslik harakatlari bo'libmi vatan sirtidagi Uyg'urlar ichida o'zining yollanma g'alchilari to'g'risida qisman fosh qilingan dokladlar to'g'risida ko'pchilik bunda har turli ko'z qarashda bo'lyapti. Ba'zilar deydi, bu Xitoy qandoqlarcha o'zi bir Xitoy turib, ham Uyg'ur milliy harakatini ujuqtirishga, ham Uyg'ur xalqini ichidan parchalab yo'qotishga Xitoy mustamlikchilarining, Xitoy mustabid hokimiyatining tub siyosatining ravon ijro qilinishiga to'p qo'shgan bir josus Xitoy qandoqlarcha bu masalani fosh qildi. Buning orqasida ig'ir bir shumliq bo'lishi mumkin deydigan bir ehtiyot xarakterlik ihtiyot tariqasi ko'z qarashlarni o'tirib qo'yadi. Albatta bu haqliq. Masalan, men bir oy avval Uyg'ur Yapon munosabati to'g'risida bir ko'pchilikka sungan bir suhbat bor shu ekran orqali. Shunda men bir jumla eslatgan. Ya'ni hech qanday bir Xitoy Uyg'ur masalasi to'g'risida raskat qilmaydi. Agar u Xitoy raskat qilib qolsa, uning eng chong yolg'onchiligi, uning orqasida bir ig'ir bir suiqasd yushirgan bo'lishi mumkin degan fikrni olg'a surgan. Endi men yana bu ko'p ba'zan bir fikrdoshlarningki bu Xitoyningki bu fosh qilish materiali orqasida, bu harakat orqasida bir shumliq yushirgan bo'lishi mumkin
degan bu ko'z qarashni ma'lum jihatdan men qo'llayman. Yana ba'zilar aytadi, bu Xitoyninki boshqaganligi, yana bundan burun. Masalan, Uyg'urlar asosan gumon qilayotgan kishilar. Mushu faqat Uyg'urlarning asıl kirgizilgan Xitoyning josusi bo'lishi mumkin, Xitoyning g'alati bo'lishi mumkin deb gumon qilayotgan. Hatto ba'zilari fosh qilingan, sotlangan. Masalan, bu qatimki oxirgi 4-qatimlik yana suhbatda, ya'ni doktor Qutlug' Qodiriy afandininki juma kuni yo'llagan xabardagi nimasiga kelsak, Germaniya Myunxenda Lensin ismli bir shivani biz chiqsagan dedi. Bu shivani o Azio taxalluslik bu josus Xitoy, yana sobiq josus deb turadi. Bu boshqa emasmi? Butun dunyoga Uyg'urlar bildi. Hem Germaniya hukumati onu tutib, sotlab, jazo ijro qilib qo'ygan bir josus. Demak, bunun tashlab berayotgani asosan ko'pchilikka ma'lum bo'lgan, Uyg'urlarga ma'lum bo'lgan, ham Uyg'urlar orasida gumonlik qilib, tadqiq qilayotgan belgeleri ochiq oshkor bo'lib qolgan mandaqlarni otdi bu Xitoy. Bu nuqtani aytgan chog'da ba'zilarning fikri yana o'rinliq. Bu Xitoy Uyg'urlarning ichiga bir qalayimqanchiq tug'dirish uchun qatgan bo'lishi notayin faqat o'zini qutuldirish, Yaponiyada yoki Janubiy Osiyoviy davlatlar tutilib qilib bu Xitoy ixro qilgan Xitoymi yoki ma'lum bir sansipirlik iqtisodiy masala o'tirgandan keyin setilgan Xitoymi ishlar bu bitta kommunist Xitoyga ishlaychilik atlegan bu kommunist hokimiyat ag'dirilib ketsa men talada qolmay ondan baribir bizgacha iqtisod undirib olay deb bu yo'lni tanlagan Xitoymi bu bir murakkab masala bo'ladi. Mana shu to'g'riliq siz bir oz o'zingizning ko'z qarashini o'tirib qo'ysangiz, men bu o'zaro bir suhbat o'tkazib xalqimizga ko'pchilikka bir masalani ozroq olsin bir yo'rtib turishga tirishsak degan orzuyim bor. Rahmat. Oldi bilan bu meselenin nihayet bir nazik bir tarafı var. Bu nazik bir tarafı deganim mesela bu Xitoy sobiq jasus bu qatim Uyg'urlar ichidagi vaqti o'tgan jasuslarning oshkorlab chiqishdagi maqsadi nima? Bu nima zarur, nima ehtiyoj tug'ilib qoldi degan narsasida ko'proq o'ylanish to'g'ri keladi-ku. Buning zodi nima sababdan bu Uyg'urlar ichidagi, ya'ni chet elda va hatto vatan ichidagi Uyg'ur jasuslarining ismlari bilan oshkorlanib o'tirib chiqishga sabab bo'ldi. Meningcha, mening o'ylaydiganim albatta agar bu Xitoy hozirgi turayotgan Yaponiyada yoki Sharqiy Osiyo mamlakatlarida o'zining kelgusidagi bir hayotini xotirjam qilish uchun siyosiy ma'noda tilgan Xitoy bo'lsa, bu Xitoyninki tabiiy holda o'zining ilgari qilgan keçmişlerden, o'tmishlardan siyosiy ma'noda tilish jarayonida doklad berish majburiyatida qoladi. Uni balki Xitoy davlati maxsusan chiqib, keçib chiqib, bu ishni qilsa deb o'rlashtirmagan bo'lsa-mu, chunki o'zining kelgusi hayotini xotirjamlik qilish uchun buni doklad berishga to'g'ri keladi. Endi bu dokladning meningcha Uyg'urlarga ham foydali ham ziyonli tarafi bor. Endi foydali tarafidan ko'proq foydalanishimiz, ya'ni hozirgi mushu chet elda yurayotgan siyosiy faoliyatlarni shug'ullanayotgan Uyg'ur da'vogarlari yoki muhojiratli xalqning aqliy iqtidori, ya'ni hukm qilish qiyosiga bog'liq. Bu degani masalan bu Azio bu qatim Yaponiyaga chiqib 8 kuni boshlangan jasuslarni fosh qilish dokladida Azio bu jasuslarni fosh qilishdan burun bu jasuslar Bayatın Abdurrahimjon degandek Uyg'ur ichida yo'qmi deysiz, Uyg'ur ichida bor. Hatta ba'zilari oshkorlanib o'tirib chiqib qolgan. Hatta ba'zilari mesela biz yaşayotgan Germaniyada 2009-yilning oxirlarida rasmiy tutilib qolgan 4 jasus bor mesela. Bu o'tirg'i chiqqan. Uning oldida 2008-yili, ya'ni Amerikada Uyg'ur Oliy Kengash açıldı o bir kengash yig'ini. Shu yig'indan keyin nimada Shvetsiyada Babur ismli bir jasus oshkorlanib chiqdi. Demak, bu Uyg'urlarning ichidagi jasuslar bir tarafdan tutilib, bir tarafdan oshkorlanib chiqqan. Buni Azio oshkorlab o'tirib chiqmasmi? Xalq biladi. Endi mening alqi bir foydali tarafi deganim bu oshkorlanib qolgan ko'ni jasuslarningki Uyg'urlar ichida yushirinib kelayotganligini eskartishdan birga oshkorlanmagan texmi boshqa vazifalari bor.
Mundaq bir casuslarning Uyghur davasıga ziyon selishning oldini olish uchun Uyghur xalqining sagaklashishiga, hushyorligini o'stirishga foydasi bor deb qarayman. Endi Zinova deb qarasam, masalan biz bu Xitoy, bu yani sobiq Xitoy jasusi bu qatam bir necha Uyg'urlarni oshkorladi. Agar Xitoy buningdan muvaffaqiyatli foydalanib, belgilik bir fikir eqimi shakllantira olsa, chet ellik Uyg'urlar ichida o çağda kelar qatim biz o'ylamagan yerdan yana bir Xitoy o'tirg'i chiqib yoki yana bir Xitoy qochib chiqib, masalan da'vo uchun xizmat qilayotgan pak sog'lom odamlar uchun bu paloni chog'da bizga ishlagan, bizga kurashgan desa, Uyg'ur xalqi bu qatim ayziyu taqatgan shu uchurga asosan bu mi jasus deb turib, endi haliqi Uyg'ur davosi ichida Xitoy ichi ham teshidan davoni ichi ham teshidan birlashib turib yuqtamgan bir odamlarga zarba berish usuli deb qarayman. Endi bu zarba berish usuli qanday oldi desa, masalan, bu bir odamni 10 odam kelib jasus desa, biz Uyg'urchilikda ishinib qolamiz, u odamni bilamdik. Masalan, o'sha ayziyu Uyg'urlar ichida Xitoy xizmat qilayotgan jasus bor deyishdan burun nurg'un Uyg'urlarimiz jasus borligini bilatdi. Ammo haliqi birisi-birisiga fikri o'xshamagan, ko'z qarashi o'xshamagan, ammo niyati bir Uyg'urlarni sen jasus, sen ishpiyon deb haliqi xizmat taraqqiyotiga daxl yetkazadi. Men o'sha bir söz qistig'im keldi, izoh tariqasida. Ya Uyg'urlarniki xilq emas, men aytgan, aradagi fuqaro xilq masalan, tashkilot a'zosi bo'lsin, yo a'zo bo'lmasin, chet elda nurg'un davlatlarda normal bir fuqaro qatorida yashayotgan, tijorat qilib, har turli ishlarni shug'ullanayotgan xalqimiz bor. Bunda xilqni emas, hatto shu vatan mujodalasi bilan jinni oldinga qo'yib kurashayotgan sapning o'zidimi masalan, o'zining ko'z qarashiga uyg'un kamigan, o'zi tutib menayotgan yoki shu o'zi o'tirib qo'yayotgan bir programmaga, ya davoning uslubiga, o'zi tanlagan uslubga uyg'un kamigan boshqa bir iqlimdagilarning o'zini, masalan, jasus, xoin, munofiq, dindan chiqqan, iymon yo'q degandek har turli batnomlar bilan ularniki siyosiy huquqqa, insoniy huquqqa daxl-taruz qilgan, hatto hayotiga xavf yetkazgan, hayotiga tahdid qilgan, hatto o'lim ijro qilgan ishim bo'ldi. Oldiga 15 yil ichida haqqasi ellerde bu ish bo'ldi. Hozirgachilik buniki oxiri yig'ishtirilmay, chet eldagi tashkilotlarimiz ichida, masalan, vatan da'vosi qilayotganlarga nisbatan umumiy xilqning ko'z qarashim yaxshi emas. Ya bular vatan ozod qilamiz, vatanni yo'qotamiz, Xitoyni yo'qotamiz degan bilan vaqt kelgan chaqda yo'qotish imkoniyati qo'lga kelgan chaqda begunoh odam yo'qotilgan, bu Xitoy yashaydiganlar deydigan shunda bir ta'tir ko'z qarashlar bo'ldi. Buni albatta Xitoylar bildi. O shu harakatlarning, shu fojialarning aqsida garchi Xitoy bo'lmadi degan cheg'imizdimi, o'zimizning da'vogarlari, o'zimizningki inqilobchilarimizning o'zining sodda, ya'ni qarqo'saqlik, shu qorko'ngillik, hasadxo'rlik, shunda bir kishilik alayidlik bilan ijro qilgan bo'lsin shu harakatlarni, aqsi Xitoy yo'q degan cheg'imizda. Albatta bu Xitoy uchun bizning xarakterimizni bashqulda ko'rsatib turgan bir lob oynak bu mesela. Xitoy bundan albatta tajriba egaladi. Biz tajriba egallamadik. Chet eldagi biz erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlar biz bu o'tgan fojiani tajriba egallamadik. Ammo Xitoy bundan alayda mutaxassislar, tadqiqotchilar bu nurg'un tajriba yakillab chiqib, Uyg'urlarni qandoq bir ish bilan, qandoq bir taktika bilan, qandoq bir tuzoq bilan bularni o'z kuchda o'z yig'ini quradigan bir xalqo'chiq boshlab bağlaymiz deb buni albatta Xitoy araştırıp chiqdi. Demak endi siz ziyon tarafi deb yo'ritdingiz, o'shunga kelsak endi darvaqa shunday qilishi mumkin. Ziyon tarafi naydi yaxshi menayotgan bir da'vogarlarimizning o'zini ya falan yerda bunda bir ish qilgan, bu maxfiyatlik va bunda Xitoy bilan bo'lgan to'xtanma deb bir ishni qilib yolg'on uydurma axborot bilan boshqa qadin chiqishi mumkin. Her ihtimallıkı yakın. Bu noktada yatkan çağda bizim halkımız siyasi cihetten, sezgilik cihetten halkımız emez, davagarlarımızın tuluq
sezgirligiga men qanot qilib ketamayman. Bu şu noktada ben de bir izahat bir şey yani üzerine göz karşılığı kıstırışı muhabbet edeyim. Xitaylı del bu narsani o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Chunki Xitoylar bo'libmi shu keyingi 6 yil ichida bo'libmi Yevropa, Amerikada vatan da'vosi kuchlanib yuqori pallaga yetgan vaqtda bu Uyg'urni har xil to'kmat, har xil usullar bilan ya'ni g'arb siyosatchilariga, g'arb siyosiyonlarga qarshi bir maydonni ko'z uchun tirishib baqdi. Masalan, buning dalili 2010-yili atrofida bo'lsa kerak, hozir esimda qolmabdi. Masalan, Norvegiyadan bir Uyg'urni Al-Qoida terror tashkiloti bilan munosabati va uni bomba ko'tarib mangdi degandek Yevropada 2010-yil bo'ldi. 2010-yilda shundoq dag'du ko'tarib chiqib, bir Uyg'urni, ya'ni chet elda normal bir siyosatxonalik tilab kelayotgan Uyg'urni, ya'ni Al-Qoida tashkiloti bilan bog'lamoqchi bo'ldi. Ammo nihoyatda aqlliq Norvegiya hukumati siyosatchilari bu Al-Qoida bilan hech bir munosabati yo'q. Xitoy konsulini portlatish uchun manga deb haliqi Xitoy konsuliga apirib bog'ladi. Endi ma'lum nuqtadan elib aytganda g'arb davlatlari shu vaqtda bizning Uyg'urlarni terror qalpig'ini kiygizish uchun saqladi, qutqizib qoldi. Chunki u bir Xitoy konsuliga bomba tashlagani uchun, Xitoy zulm qilgani uchun chidamay mush yo'lga mangan deb uni qutqazdi. Endi u Xitoyga qilgan bo'lsa, bu qatim ayziyo Muşundaq bir maqsadlar bilan chiqib, Uyg'urlarning ichidagi o'zaraligi ishonchsizlik paydo qilib degandek burun albatta ishonamiz bir-birimizga. Ammo ishonchsizlik paydo qilib, texmi cho'ng bir fojia olib keladi desa, o chaqda Uyg'urlar ilgari Xitoy konsuli bomba tashlab Al-Qoida bilan bog'lamoqchi bo'lgan bo'lsa, Xitoylar bu qatam mushtaq bir yaxshi pokiz da'voda haqiqiy bir öz xizmetini muvafiq qilayotgan insonlarni yo'qotish uchun Xitoy, ya'ni Uyg'urning quli orqali Uyg'urni yo'qotsa, masalan bir Uyg'ur Yevropaga yugurib kelib, yana bir Uyg'urni o'ldirib qo'ysa, u terrorist bo'ladi. Uni u endi o'sha izoh qilayman. Yana bir tarafdan nima ko'z tutish kerak. Bu xalqimiz hozir mana shu biz deyotgan mazmun endi Amerikan Uyg'ur to'rbetida va boshqa Angliya, London Uyg'ur ansambl to'rbatlarida fikrlar bo'lyapti. Ko'pchilikniki, ya'ni ko'pchilik emas, qisman fikrlar shu tariqada menyapti endi. Ya'ni ashunda bir kimlar bu o'yin bo'lishi mumkin, Xitoy qurgan tuzoq bo'lishi mumkin. Qanday qilib bu ikki qo'li Uyg'urning qiyindan bo'yalgan bir o'joqchi Xitoy qandoqlarcha o'z hokimiyatiga osiylik qilib, buni boshqardi. Shunday qilib kelgusida bir Uyg'urlar ichida yana bir fojia tug'dirmoqchi deydigan tushunchali bo'ladi-da. Buning manda bir tarafi bor. Men buni o'tirib qo'ysam, ma'lum sizniki ko'z qarashlaringizni toza quvvatlamagandek bo'lib qolganman bu reysning ketayotgan gapiga. Azaq yan tarafdan chiqib qolsak, chiqib turganda chiqib yetib beradi, hech kim kirib olmaydigan talazda qolgan ish qiladi. Unda bo'lmas, ha? Endi bu yerda men davat qilib, izohat tariqasida o'tirib buni. Hozircha biz bu temada ya'ni shu Xitoyniki aziyning bergan mush dokumentini pashq qilish materialidan bir shakllanib, keyingi bir qadamda da'vat sepiliki muhim bir shaxslarimizga g'arazlik holda Xitoy hokimiyati tuhmat chaplash bir suiqasd bilan strategiyaslar olib berishi mumkin degan bo'lib ko'z tutdik. Endi bu albatta ko'z tutish tegishli. Endi mana shunga hozir qo'shimcha qildik. Bu qatim aziyninki pashq qilish doklati bu odatdagi bir davlatlar yoki Qirg'izistonda yoki bo'lmaydi, masalan Turkiya o'xshash yoki O'rta Sharqdagi ba'zan davlatlarga o'xshash davlat o'tirib boshqargan material emas. Bu Janubiy Osiyodagi kuchli bir davlat, masalan Yaponiyada endi. Yaponiyada bo'lgan bo'lsa, masalan Xitoyga tarixdan buyon qarshi bir davlat. Hozirgi manfaatimi Xitoy bilan nihoyatda surkilish bosqichida kelayotgan bir davlat. Hem istihbarati nihoyatda taraqqiy qilgan bir davlat. Masalan 2007-yili bu Rabiya Qodir xonim onamiz Yaponiyaga borgan chaqda bir Uyg'ur ayol uyiga taklif qilib, bu yerga bir choy bermasiz, mehmon qilsam degandek voy bo'ldi deb berib qilgandan keyin shu yerga Yapon istihbarat xodimlari bostirib kirib, xonimni olib doktor tekshirib olaydi, bu zaharlab qo'yish ehtimoli bor. Shunda bir muomala qilgan. Demek şu ayolninki, o ayol gerçi çandıman yürgen bolsunmu, Xitoy istihbaratı işleyen, yani Xitoy bilan hamkorlashib turib, Yaponiyada Xitoy istihbaratı uchun jasusluk faaliyeti qilgan bir hareketlerini Yapon istihbaratı e'lon qilgan. Shuning uchun
Qo'lda isbot bo'lg'achqa, garchi Rabiya Qodir xonim onamizni zaharlash niyatida bo'lgan bo'lmaganligi hozircha oshkorlanmadi. Shu talash-tortish bilan bir tugab ketdi o'tirgan bo'lar. Shunday bir vaziyat aslida endi Yaponiyami masalan ushtum tutla ochiqlar maqalara taqdimga deb chiqarib qo'ymagan bo'lsa kerak. Buning aqsida Yapon davlatining ma'lum bir strategiyasi bo'lishi mumkin. Agar keyingi qadamda shunday yana bir Xitoy chiqib, hozir bir Xitoy josusi bu madash aytgan chog'da Xitoy kommunistik hukmronligi 65 yil chiqqan 63 yildan buyon bir qatim ya ikki qatim bo'lgan bir hodisa ama bu. Birinchi qatim masalan Amerikaga berib 2008-2010 yillari bir Xitoy josus boshqargan degan bir xabarlar bordi. Onu aytgan chog'da bu ikkinchi qatimligi hisoblanishi mumkin. Bundan keyin Xitoy buni natijasiga qarab beqib, unimiga qarab beqib, yana taraqqiy qilgan holda chiqishi mumkin. Ammo unda josuslar chiqishmi yoki 3-chi dunyo ellarida qilishni atayin kuchli davlatlarga berish mumkin. Amerikaga masalan, Kanadaga, shunga o'xshash Angliya qatorliq Xitoyga qarshi ham o'zining mustaqillik bir nemisini Xitoyga qarshi o'zining mustaqillik ya'ni kuchli bir davlat ekanligini ifodlaydigan bir davlatlarga berib boshqarish mumkin. Albatta u davlatning istixborotlari voy bu yerda bir Xitoy keldi, mana qildi Pokiston aka, meni va palani rahbar Pistani dangliq shaxsning o'zi Xitoy bilan ishbirligi qilib turibdi deb unda istixborot topshirishni atayin. Ularni tekshirib o'zining istixboroti egallagan, ya'ni qo'sh istixborotlar. Xitoy josusi oshkor qilgan, fosh qilgan material bilan o'zining istixborotlari egallagan materialni selishtirib, bunda ma'lum bir tatbiqlab, ondan keyin yoki o'z davlatining o'zining istixborotiga yoki axborotiga yoki Uyg'ur axborotiga topshirishi mumkin deydigan bunda ko'z qarashmi bo'lyotdi qisman o'tirib qo'yilyotdi. Ham Uyg'ur masalasini himoya qilayotgan Xitoy ichidagi mustamlikasi ostidagi Tibet, Mongoliya, Manjuriya, Uyg'ur boshqa nurg'ulg'an millatlar va erkinlikka ehtiyojli millatlar bor. Ham Xitoy ichidagi Xitoyning hozirgi mustabid hukmronligidan ag'darilib bir erkin bir davlat sistemaga aylanishni orzu qilgan 100 millionlagan Xitoy fuqarosi bo'lishi mumkin. Shunday bir umumiy vaziyatni ko'z tutadigan Xitoyning hozirgi sistemasining butunlay o'zgarishini orzu qilgan kuchli davlatlar bu masalaga agar qo'l tiqib aralashdi desak, yuqorida men deb o'tgandek. Xitoy josusga chiqib, aynan töhmat xarakterli bir nimani o'tirib chiqib, esa albatta o'zining istixboroti orqali aniqlab, ikki tarafdan o'tirib qo'yib, undan keyin Uyg'urlarning ichida masalan, chet eldagi Germaniyaga o'xshash, Amerikadagi masalan, Turkiyadagi asosli Uyg'ur harakati, ya'ni mustaqillik harakati ve kişilik bu diyecek benim olsun ahire verip müstakillik takıldı. Xitay şuna deva katıldı o. Kişilik biz her kança demokratiya deva sakmı? Ya bu müstakillikler kıldı. Bu yalgan çapanaki yivaldı diye gerek mesela. Öz vaxtı Gomindan şundan sadık işlep belgelerini mi? Hazırgıçılık. Bunlar Şarkı Türkistan milli bölgünçileri de Xitay temsilip koydu bu mesela 60 yılın yağı kanaat kılmağılık. Şunu okşar. Yani bu Xitay'nın ki onda bir suikastni uyushtirib chiqib, töhmat orqali bir harakat uyushtirishi mumkin. Buningga albatta Xitoyningki hozirgi saviyasini o'zgartirgan, hozirgi sistemni o'zgartirishga kuch chiqargan, tirishadigan strategiya belgilagan bunda davlatlar albatta o Xitoyning josuslar digini bo'yicha bir ish qilib ketmas. Ketmaydi deb men ashqara qarayman. Endi bu to'g'risida Başını bir ondarak yurursak qanday. Sizniki ziyalılıq tərəfi degan tərəfdə bir köprək maş Ayzuyu'nun başbatqan doklati Uyg'urlarga, bo'lib chet eldagi Uyg'urlarga ziyalılıq bir oqibatni keltirgan tərəf bo'lishi mumkin degan tərəfdə yana bir qadar texmi aydınlatib so'zlasangiz. Albatta bu masalada diqqat qilishga tegishli narsa nima aytsangiz, hozir g'arb davlatlarida Uyg'ur vatan davası kuchayib, haqiqiy bir yuqori pallik, yuqori bosqichga yetgan vaqtda bu Yaponiyadagi bir mamlakat Xitoy josusning qochib chiqishi bir tarafdan o'ylaganda xuddi bu Uyg'ur davosini bundan keyin Xitoyning bir ojizlashtirish strategiyasi bordek. Chunki bu nima uchun ilgari masalan 2006-yili 11-ayning 26-kuni Rabiya Qodir xonim Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi
Bo'lgandan keyin hozirgacha bo'lgan qisqagina 7 yillik tarixda Uyg'urlar ichida ko'plab jasuslar tutilyotdi. Shunday bo'lsa. Bu xuddi ilgari bu jasus yo'qdek. Masalan, 2006-yildan burun bu dava yo'qdek. 2006-yildan burun chet elda Uyg'ur siyosiy faoliyatdan shug'ullangan siyosiy faoliyatchi yo'qdek ta'sirot qilib qoldi ya odam. Deb bu arliqda ko'plab jasuslar nima uchun o'tirg'i chiqib qoldi? Nima sababdan? Ana shunday jasuslarning o'tirg'i chiqishiga yoki oshkorlanib qilishiga albatta Bayatin Abdurimjon degandek Uyg'ur davosini qo'llash tarafdori, Uyg'ur davosini kelishga chiqish tarafdori bo'layotgan mamlakatlar kuchab mablag' selayotgan bilan davoning ichi sirda turib Xitoyga moslashayotgan, xuddi o'zi til qilib aytgandek har turli boshqarayotgan bir qism jasuslar buni davoning ichida harakat qilayotgan davo rahbarlariga bog'lanib bu jasuslar uchun mushu jasuslarning aloqasi bor. Bu jihatdan hamda demak jasuslarningki keyin oshkorlanishi xalqning davoga bo'lgan nimasini hissiyotini, davoga bo'lgan kuch qo'shishni ojizlashtiradigan bunday bir kayfiyat shakllanib qolgandek turadi hozirgi kunda. Men mushu nuqtadan hamda agar to'liq maqsad yetamsa, Xitoy agar mushu maqsadga yetamay qolsa, o chog'da Bayatin degandek ma'lum bir odamlarni bu jasus bizga ishlayapti deb yeni bir o'zining to'qmat xori orqali ochib o'tirib chiqarsa, Uyg'urlar bu kayindan ishimizni jasus chiqaveradi, bu jasuslarni tozalash kerak deb yangi bir do'lqin chiqarib Xitoy shundan davo taraqqiga Yevropa ellarida 2-3 Uyg'urning yoki o'ylamagan sonlik Uyg'urlarning o'zaro jangi jidal chiqish orqali o'lib ketishi mumkin. Bu chog'da Uyg'urga rasmiy terror qalqini kaydirdi Yevropa. To'g'ri, o'tgan yilning oxirlarida bir ish bo'ldi qo'mishadi, o'sha qurultayniki zallarda işte bir o'rtoq mahkemesi bo'ldi. Buniki oxirisi qat'iy chiqmaydigan bir nimada oxirisi nima uchun bunda bo'lgan? Masalan, siz shu vaqtda barkangiz ishganda chiqibkansiz u voqeani to'g'ri xabaringiz yo'qga. Buni jiq eg'izdan olib ketdik bu yerdagi vaziyatni, shunday bir ish bo'lgan. Endi o'shaning o'zida masalan taraqtoq bir o'lim voqeasi kelib chiqdi desak, albatta bo'libmi Rabia Qadir Xanım, yani Uygur Milli Hareketi'nin rahberi, ve Dünya Uygur Kolektiğinin reisi, yani anesi Uygur'un da şunca görmeyen bir dahinin ki, yani bir milletin ki liderinin aldıda, bunda bir ortakmak buluş macerası, bu yani numusluk bir iş aslında etkançakta, numusluk bir mesele. Yani bu şeyde bir hadisi boğan bolsa, bir kanunluk hadisi boğan kaldı değil. Elbette Germanya'da bunun ağır bir facia keltirip çıkarttı. German devleti o ma'lum bir mesela abi parada bir işe el kılgan devlet emez. Kanun kuşunda iyileşken değil lan. Kanun doğurdun geçip kutulu olmaydıgan bir devlet. Yani bu yanın özü de bir macera, bir setçilik. O zaman Xitay akbaratları mı dünyaya her xil vasını taktı. Mana milli belginçiler bir-birini ötürüp kanı milinip gitti deydigan. Bunda akbarat taktı. Germaniya devletinin özü şu Uygur müstakillik hareketiga sahip qolayotgan bo'lgan o'tgan kechgan hammasini desak 25 yilga yaqinlashib qolgan bir tarixiy ega Germaniya Uyg'ur masalalari ko'milib bir davlat. Asosli keyingi siz aytgandek Rabia Qadir Xanım xonimizniki qurultayga reis bo'lish bilan boshlanib texnik bir yuqori pallaga chiqdi. Bunda bir vaziyatning o'zida Uyg'urlar orasida bunda bir talbi bir qonunli harakat bo'lib qolsa, albatta nurg'un ziyni va Xitoy balkim bunu kutishi mumkin. Bunu kutishi mumkin agar Aziyudek bunday bir jasuslarniki aqsida boshqa bir g'araz maqsad yoshirilgan bo'lsa-mu, men degandek kuchli davlatlar buni albatta istixborotini selishtirib, tatbiqlab, tuzishdan o'tgan andan keyin oshkorlaydi degan tarafni olg'a surdi. Ama bizim yüzümüzün cemiyetiga nisbatan aytgan chog'da biz unda algat so'zib, unda qabul qilg'idek darajada emas xalqimiz. Yani davanın merkezinde, davanın işxonasida, aşdaq yerda bir shunchaki bir qo'pol muomala bo'lgan holatda, yani davanın rahbarining, liderining ko'z oldida shunday bir vaziyat bo'lgan holatda albatta undaq bir ishni qilmaydi degan bo'lmaydi bizning Uyg'urlarni. Xitoy bu xarakterimizni yaxshi biladi. Bu tarafmi chetga chiqishga bo'lmaydi. Har holda, yani har holda buni rahbarlarimiz, tashkilotchilarimiz, vatanda boshqa vatanni zodi ozod qilyapmiz degan bu rahbarlar, bu odamlar har holda sahiy bo'lishi kerak. Xalqni, jamoatchiga to'g'ri yetaklashni bilish kerak. Yoki bir-biriga kelib, mujorat berib, onamga qarshi, o'zi xonimga odamga qarshi imzo to'plab masalan, bashar bo'lib ketayotganlar.
bundaq bir suiqasdlarni qilmay, xalqini ongliq tarafga siyosiy jihatdan bir ilmiy bir tushunchaga yetaklash kerak albatta. Endi shu o tayoq yeguchi kim bo'lishini katta nazar. Vaqti kelgan chog'da bir qonunliq masalalar bo'ldi ekan, bu davlatning tuproqning o'ziga dastlab menayotgan bir dona beliqni tutish haqqimiz yo'q, bir dona kaptani o'ltirib qo'yish haqqimiz yo'q. Ma davlatning qilib turishligi. Bundaq bir vaziyatda mayli o'zining radikal bir tushunchasi bilan qilsin odamlar zadim shu da'voning ichiga kirib olgan, shu da'voning ichida yo'shinib turib, shu suiqasd qilayotgan yoki shu Uyg'urning orasida turib şehitlerinin kendi çapını kiyip durup, şehitlerinin kendi yüzündeki şahsi menfaatini işe aşırıp durup, moşunda katkan başı casus koyuna zaten bir coşturutaydı. Yüzünden bir akidişten kırkılışı mümkün bu da işte. Ama o vaxtıda o normal bir akidilen iki şahsının oturuşu vaziyet olmay, münasebet olmay. Elbette o dava eğimine nayet zor tesir edilen bir vaziyeti keltirip çıkıldı. Bu tarafın Xitay nayet yaxşı bilgeçke, belki Əziyyinin kolu arkalık, yani kadın çıkan, daşkal, taşınıp ketken casusdan aşkar atkan buluşu mümkün. Teki tükümüydü bu, devamı var. Yani kimlerinin ki ismi çıkıldı, hazırlıkça ismini aşkarlavatkan, ya ki X-step çıkarvatkan, hemisi belgelik nesile. Belgelik. Muzaffer Mecit'in mesela ötken yıl, bu doğruluk bir söhbət qılan başa qoydu. Azir söhbətin axırı gibi qalaydı. Mesela da şu bayatın təhlil yürgüzgünümüzde, mesela şu vakitte birer bir ölüm faciası çıkan boz qandaq ulti dese Germaniya Dünya Uyghur Kurultayı tasdiqlangan bir devlet. Yani dünyada en chet elde Uyghur davasıga vekillik kılıvatkan birden bir teşkilat, Uygurlar etiraf kılıvatkan bir teşkilat tasdiqlangan devlette Uygurlar için aşıdaq bir ölüm faciası bilen davamlasa bu iş bunun dinkin bir Uyghur davasını kollaydigan yürekli devlet ya igi çıkıdığan memleket mi kalmaydı. Mesela bu degenen Germaniyanın Xitay bilen boğan import, eksport, sodi ticareti şundaq yaxşı duruqluq, yani Xitaydan aldığan menfaat şundaq yuqori iqtisadi menfaat elip duruqluq, yani Dünya Uyghur Kurultayı Xitayga qarşı bir teşkilatını qollab, işede hizmetini qil, qarşı faaliyetini qil deb, xuddi başka siyasi teşkilatlarga o'xshash bir şarait hazırlab berayotgan bir vaqtning o'zida, agar bu şu devletde özara davanın içindekiler dava, tushunch farqi, özara hareket farqidan birisini casus deb Xitoyning deponi ustoylab, agar bunda ölüm voqealari chiqsa, u chog'da dava mundaq qilib aytganda to'liq qonun jihatdan o'ltirilmasimi butunlay siyosiy jihatdan soy tushdi degan gap. Uyg'urning hech qanday gapiga bu yüzümüzde turvattan Germaniya dördümüzden kalsak işenmeydi. Sen Xitay'ın eskide, Xitay bizden bastı yukat attı da. Özünün adamlarını öldürgen kuysan o. Şu nimede ben azraqlık yine azraqlık sirtin mıdaq bir tonuş bilgilerin asıla egelligen gap sözünün qarğan çağda yani Əziyyoniki axırqı dokumentada bayan qilishcha biz Germaniyaga keldik mesela, Münxende tutuq, ötellerde tutuq, aqib yok, hatta Uyg'urlarni uyiga berib, xohlagancha berib ketib munosabat ketdik deganini bosh qildi mesela. Mushu nuqtada men shu qiziq odamlar bilan fikr almashtirib boqdim. Münxende bolalar bilan telefon orqali söylashib boqdim. Bir qancha ismni oshkorlab beradi bolalar. Bu baş palanma uchdi. Oşukta aşırı olmasa kimle yüküldü o deprem? Şundaq radikal bir kolda ilgili ispatım yok, hiç mi yok. Mesela bazılarının gözü satkınlık falan adam buluşu mümkün. Köstüpegen buluşu mümkün. Ya şu aşıda diyen bazı kere o nurgulğanın şunda akgönül saatte adamlar işkilenmesin durup ya palanı yüküldü, elbette aşırı yüküldü, aşırı yükülmese kimle yüküldü da yaptılar. Aşırı kalkan diye ona da ketmeyle kolda ispat yok, bunda kımaylı valla. Bunun aksine şunluk buluşu mümkün dedim ben şuna kadar. Endi darvaqa oramizdagi bundaq yilgi mustaqillik harakatimizdagi rasmiy bir yuqori to'lqinga ko'tarilgani yo'q. Hozir chet elda g'oyat deganimiz faqat diplomatiya qismi. Buni men nurg'un takrorlab aytdim, diplomatiyadir. Mustaqillik harakat qiladigan, qurolli ish harakat qiladigan boshqa keldi masalan. O'zi pida qilgan boshqa keldi, har qanday boshqa besib o'tishga to'g'ri keldi. Şundaq bir vaziyat şekillenmediğince vaqtliq aramizdagi Xitoy ishlagan millatning qiyinini
qilig'ini anchab ekan, bunda xayilni yo'qitib qo'yay deydigan qiziqqonlik harakat bo'lib qolsa, albatta bu umumiy vaziyatning, ya'ni vatan davosi harakatining mustaqillik harakatlarimizning taraqqiy qilishiga ig'ir taqiqlar yetkazdi. Masalan, 98-yildagi azroq misolga beraylik. Biz O'rta Osiyoga chiqqan chig'imizda O'rta Osiyo, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston xuddi o'zimizniki G'o'ljiga, Qashqarga, Otishga borganga o'xshash bir o'zimizning viloyatlariga, shaharlarimizga borgandek his qilardi biz chiqqan chog'da. Qanday bo'ldi? Vatanni ozod qilamiz deb shakllanib harakatlar chiqib, buni qilib chaqqdan azroq bir bo'mg'ir ish bo'lib qoldi yerda. Yamada aytgan chog'da bir qancha odamniki qeli to'kildayli hamda o'chqildayli bu butun dunyo mashhur bo'lib ketgan, kitobni yozilib ketgan masala. O shuning bilan qanday o'qatdi? O'rta Osiyoga yurak dasyamaydigan bo'ldi. Masalan, Husaynjon Jelil, Husaynjon Qarajim o'sha taqdiri Uyg'urga nihoyat bir cho'ng savoq. Husaynjon Qarajimning o'zi shu vaqtdagi O'rta Osiyoda o'zi madrasa echib, tabliğ qilib, bolalar o'qitib shuncha qilish imkoniyati yetdi. Mustaqillik harakatga aralashdi, deb harakatga aralashdi. Bu mustaqillik harakatining o'zi mustaqillik harakat olmas turib, o'z ishimizdagi josuslarni, satqullarni tozalab turadigan harakatga aylanib tozalab qoldi. Bu tozalab bilan yani aşağıdan Kanada'ya berip, Benit'nin yani muhacirlar statüsüne iyi olup, Kanada'ya berip, vatandaşlık ötüp, Özbekistan'la keliş bilen tutulup aşağıda Xitayga ötküzüp verildi, muddasiz kesilip yetkazıldı hazır iğir kesel alatta. O bir adli misal, yani nurgun qarindoshlarimiz etilip ketdi mesela. Özümüzün, muş O'rta Osiyo devletleri, özümüzünki bir vilayetlerde his qildigan jutlar aşu. Almuta, Bishkek, Toshkent deb ataydik bu yerni. Aşağının özünün tüpten biz jiroqlashib ketdik. Hatta aşağıda yerlik Uyg'urlar deb atildiganlar, aşağıda xuddi partiya qurib faoliyat qilayotganlar. Aşağının özünü munqariz bo'lib hozir Uyg'ur degandan aqsiga terrorist deydigan xushqiyol duruslar shuncha tashviqotlar bo'ladi. Men naq shu narsa yuritmoqchi emasman. Agar o'sha AZU'ning tashviqoti, ya'ni keyin biz o'ylamagan yeni AZU'lar chet elga chiqib qolsa, bu teatr tashviqotini taqdim etsa, bu voqeani Yevropada, Amerikada, taraqqiy topgan g'arb ellarda yuz bermaydi degan olmaydi. Chunki shu 2009-yildagi chet elga chiqayotgan radikal Uyg'urlar, yani Uyghur o'quvchilari, nomida chiqayotgan Uyghur bolalari intayin ushab, yani da'vo degan nima, millat degan nima, vatan degan nima tushunmagan nurg'a odam chiqib ketdi. Masalan, shunday bir iqlim, shunday bir guruhning ichida ma'lum bir odamning nuqtali holda jasus tashviqot elib berilaversa, bular albatta hozir mana bilyapmiz, burun his qilyapti. Her bir odamning kunda hatto Xitoyga ishlayotgani bu telefon orqali, internet orqali boshqarilib turadiganligi ma'lum bo'lyapti. Belgili iqtisod elish hisobiga yoki vatandagi go'rodagi urug' tuqqanlarni qutqizish hisobiga bu yerga har xil turdagi josuslik faoliyati bilan shug'ullanayotganligi ma'lum. Mana shunday odamlarning qo'li bilan bir qism da'vo sepidagi haqiqiy da'vogarlar fikir o'xshashmasligi tufayli yeni bir kishilar tomonidan jasus qalpog'iga keltirilayotgan ish uzun zaman davomli kelayotgan ish. Bu narsadan ularga hujum terör nimeleri tutulup kalsa açıkçası Avrupa tevesinden Uygurlarının siyasi faaliyet edip veriş nimesiga siyasi derecesiga daha köp tahlil tudu. Xudo siz yuqori degandek 98-yilda O'rta Osiyoda takrorlangan narsa agar Yevropa tuproqlarida takrorlanib qolsa bu yuz bermaydi degan olmaydi. Meningki kallamga g'alati tuyulg'ini bu 2008-yili Xitoyning poytaxti Beijingda Olimpik tanaharat yig'ini o'tkazishdan oldin 2007-yil bu AZU degan Xitoy nimaga kelibdi ekan? Myunxenga kelib 2007-yili bu Myunxenga kelib o'zining faoliyatlarini o'rinlashtirib German istixborotlari tarafidan sezilib qolgan ekan biz Parijga qochdik degan gap bor. Xo'sh. Unda German istixborotlari tarafidan sezilib qolib Parijga qochibdi. 2 yildan keyin Germaniyada 4 nafar Uyg'urning tutilganligi xabari anglandi. Casusuna 4 nafar Uyg'urning jasuslik qilganligi xabar olindi. Demak, bu 2007-yili bu yerga kelib, nurg'un narsalarni o'rlashtirib, bularni aloqa qilib, sizlib qolganki qochgankin German istixborotimi bu nima ish qilgan odamda buni peyi tushib, buni aloqalashgan, konsul aloqalashgan 4 odamni aniqlab chiqib o'tirib chiqadi. Ammo hozirgi bo'layotgan masalada bizning qiyos qilishimizcha 101 vaqtdan keyingi hodisalarga solishtirganda bu AZU degan Xitoyda uchrashganlarning 4 kishi emasligi ma'lum bo'lyapti. Xil ko'p Uyg'urlarga berib, bemalol o'ltirib o'qiyotgandi. Unda qolsa nima uchun bu Uyg'urlar ham deb shunday jasuslik qilayotgan Uyg'urlar, aralashgan Uyg'urlar oshkorlanmaydi.
Nima uchun? Ha. Nima uchun bular bizdan German davlati bularni masalan yolg'iz bu oshkora qilib tutmaydi? Menimcha bu masala kelganda birisi Germaniya bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy munosabat berib bag'lanishi mumkin. Ikkinchisi bu yana ba'zilari bu ASU bilan uchrashmay yoki ASU orqali uchrashmay boshqa bir Uyg'urlar bilan uchrashgan mundaq gumon qo'zg'amaygan tuqqay yo'qlash siyosati bilan sayl siyosati shakllangan josuslarga uchrashgan bo'lsa bu German istixborotining qo'liga tushmagan bo'lishi mumkin. Ammo bu hamon bir kuni bu oshkorlandi degan so'z bu. Chunki masalan hozir 2009-yili 6-oy atrofida Frankfurtga Moshe Muzaffar Mijitning ya'ni tashqi ishlar ishxonasining mudirining kelganligi ma'lum. Ama bunu Germaniya istihbaratı bilmemdi, bunu biz bilmemiz. Ama bunu bildiriş bizim vazifemiz. Çünkü hazır mana bu Yaponiya istihbaratı Hacı Kadiri Efendi Xitoyning og'zi bilan deyilgan nimsda o'zining 2007-yil kelganligi, uningki Muzaffar Mijitning bu Yevropa davlatlarini aynib chiqqanlik bir paket. Bunda xo'sh bu Germaniya davlatining istihbarat nima ish qildi istihbarat? Moshundaq bir jasus bu davlatga kelib Uyg'urlarga uchrashib vazif topshirib ketmagan bo'lsa, uningdan keyingi qonliq fojialar nima yuz berdi? Masalan, men 2012-yili 5-oyning 15-kuni Tokioda shu qurultayga qatnashgan 110 nafar xalq vakilining saylangan ichki ishlar komitetining mudirligini olgan odam keyin Muzaffar Mijit kelib ketgandan keyin 2012-yili 8-oyning 4-kuni Myunxenda iftor ziyofati to'planib, buni chiqarib o'tish talab qilindi. Bu Muzaffar Mijit kelib ketgandan keyin bo'linayotgan ishlar. Unda bo'lsa Muzaffar Mijit bu yerga imzo to'plash harakatini zodi birinchi kimga topshirgan. Bunday odamlar aldirab oshkorlanmadi. Endi bu agar bu masalani bu yerga qo'shib o'tirg'a qo'yib masalan bir muzokara qilish to'g'ri kelsa, albatta buniki kelib chiqish orqi pardasini ochadigan odam sizning vazifangiz masalan Dunyo Uyg'ur qurultayida siz ichki ishlar komitetining mudiri bo'lib saylangan vazifa olgan, ham shu qurultayning qo'g'lab chiqarib etishga tegishli deb imzo to'planib turgan yana bir shaxs qurultayning bash taftishi bu ishkanlarninki o'zining vazifasi edi. Hozir sizlar bu vazifalarni ado qilolmadinglar, uni tekshirib aniqlamadinglar. Balkim buni hamda men qanday nuqtadan davatini Madaş aytgan chaqda endi bu yerdagi masalani men jiq surishti qildim. Men to'liq ishning doim bir nima o'tirib chiqqandan keyin ikki tarafga qarayman. Buniki ijobiy tarafi, salbiy tarafi, qorong'u tarafi, oydin tarafi, mushunga uzun yog'ochda qarab yotgan bir odam. Bu imzo to'plash masalasi men tug'in kashf o'g'uchilik oraliqda aniqlayman, doim aniqlayman. O başlagan deydi. Onunla yakın apagandan keyin ya men qilmagandim, ovuq qilgan deydi. Ashunda qilib bir-birining orasida o'ynaydi. Eng oxirida bunga mas'ul bo'lganlar hozir 4-5 odamga markazlashibdi. Bunda aytgan chaqda qurultayning ichidagi muhim vazifalik, jamoat ichidagi hamma odam hurmat qiladigan bunda odamlarga berib markazlashibdi. Agar sizningki qarşınız büyüyünce bu maçta bağlap ekilip Muzaffar Mijit 2013-yili 6-ay 7-ay ayda Frankfurt'a geldi. Andayken bu yerde bu imzalık toplaş başlanıp bu maceralı çıkıp benim vazifemni yani beni qurultaydan bikaqlab etish, yani bunday aytgan chaqda qo'qlab chiqarib etish. Bu hareket qo'zg'aldi. Buning aqsida bir bog'lanish bormi degandek bu fikrni olib sunmoqchi bo'lsangiz, buni Medal bizga bağlab qo'rashtiraylik va nurg'un narsalar qo'rashtirilib ketaverdi shu qop-qorilib qoldi bir narsalar. Lekin amaliyotni elib surishtirib qotgan chaqda bu odamlar shunday radikal o'tirib chiqqan bir ish bo'ldi qadimga. O'niki talablarni men internetdan chiqib o'qidim buni, chiqib olib ketdim. Talablar nima degan chaqda bir sabab ko'rsatgidek tutanga chiqarak bir narsa yo'q. Bu to'g'riliq. Yana o'sha Uyg'uriston Qozog'iston ishlarini taqab bersin. Ondan keyin bu 4 odam masalan Nurmat Ro'zaxon, qurultayning boshlovchisi, Osmonjon Tursun, siz qurultayning ichki ishlar komitetining raisi, Olimjon Muhammad, ondan keyin men bu 4imizning ustidan to'plangan bu imzo shikoyatlarda undaq bir jamoatni safarbarlikka keltirib, bundaq bir harakat qo'zg'ab, bundaq bir imzo to'plab,
qurultayning yuqori rahbarlariga sunug'idek darajada bir sabab yo'q. Aş yozgan xatning o'zida unda bir sabab yo'q masalan. Endi bu gapni nimaga olgan chaqda masalan, bu shuni nazarda tutgan chaqda, mana aytganda bir qarang, bu yerda bir suvni leyitib baliq tutishlaydigan bir texnika bormi masalan? Ya mushu Uyg'urlarning ichidagi achchiq yomon menga o'xshash, chiqay qo'y deydigan men bir qancha qatim so'zlayotdim-ku. Vaqt kelgan chog'da menga is chiqirmaymiz deb yo'tib chiqib so'zlayotgan yerim bor. Ma'lum shaxsiy xatlar emas, da'vo ichiga yoshirinib olgan Uyg'urlarningki mushtaq faoliyatlarini, harakatlarini Xitoyga setib yoshirin qo'llar, mushtaq qilayotgan noma'lum bir shaxsiy qatilgan xitoblar. Balkim ijroq bo'lmaydi. Muzaffar Mijit Xitoy istihboroti bilan tadqiq qilib bu gapni olaydi. Bu yerda bir yomon bir qiyni qiziq radikal talbiyalar bor. Balkim mushtaq qilib chiqib birisini buni qanday qo'ydi deb o'ylab to'qigan bir munosabat bormi? Endi bu yomon murakkab bir o'ringa tushyapti. Yomon murakkab bo'lyapti. Bu odamlarning hozir shu imzo to'plash ishiga safarbarlik qildi deb yukinib qolgan odamlarga mana qarab baqsangiz, bu odamlarningki o'zi bevosita holda Muzaffar Mijit bilan bir aloqa turib, undaq bir shunlikni qilishiga odam ehtimollik qoldirmaydigan darajada endi bularningki salohiyatlari masalan, xalq ichidagi turayotgan ish faoliyatlari bunda bir gumonga ehtimollik keltirmaydi. Lekin bu ishning har qanday bir tasodifilik muqarrarlik ichida mavjud deydigan bu falsafa bilan bu formula bilan tushunganchigimizda albatta unda bir gumonni qo'zg'aydi. Muzaffar Mijit darvaqa nurg'un davlatning aylandi. Saudiyaga borgan bo'ldi, Misrga bordi, o'zi bir elchixonada ishlagan ekan. Avstraliyaga bordi, u yerda Shinjang jamiyati qurdi, Amerikaga berib azroq ishqonpaqda ish qilolmay ketib qoldi. Kanadaga berib unda bir jamiyatni qurdi. Anlaşılmışsa Frankfurt'a kelibmi, vatanni suyish yoshlardan bir jamiyatni qurib, vatanga boradigan yoshlarni tashkil etadigan bir faoliyat qilmoqchi bo'lganki, u qanday qildi? Sizib qilib qo'shib ketdimi ish qilib, sizlik qilishning oldida qo'shdimi? U qurgan chiqyapti, ammo Münchindagi u satchilik yaxshi bo'lmaydi shu vaqtda. Agar ashlarning aqli bo'lgan bo'lsa, albatta Muzaffar Mijitning Frankfurtga yetayotganligini bildi o'sha odamlar. Aqli bilan ish qilgan bo'lsa, siyosiy siyosat bilan ish qilgan bo'lsa, baş ulug' Ramazonda shu pastlikni, shu rezillikni qilmaydi aslida. Bular agar biz o'zimizning ko'ngliga yoqmagan, yeliqib bizga yomonlik qilgan bu odamlarga qora surtaylik desak, buni surtib qo'yib bo'ldi masalan. Bularningki aqishda Muzaffar Mijit davog'ida bo'laverdi masalan. Men yo'q daramaydi bularni. Shunday bir o'tirib chiqdi bu satchilik. Endi davatida mana o'zi boshqalab biz Münchenda yo'q. Hatto Erkin apandimning yurgini operatsiya qilganda, olib kelgan yurgini operatsiya qilganda 24 soat bizning ko'z quloqlarimiz marlab turgan deydi. Uni kim marlaydi? Uni ijroqdagi kim marlamaydi? Voy atamani ishching deb atrofida parvonda yurganlar marlaydi uni. Siz bilan bizningki yana birlarining marlash imkoniyati yo'q. Hatto telefon aloqasi yo'q nurg'unlagan odamlarniki. Mana bu mashina xatarlik masala. Agar biz boşunda bir fursatda mesela şumluq qilmoqchi bo'lib qolsak, albatta bunaki bu qalpoqni keltirib qolaymiz. Ular bizga qildi rezillikni mesela, tashkilotini taqaysa deb rezillik qildi. Hatto ana men nöfgan deb atayman. Mushu 4 odamni biz ko'chada yosh mong'dimaymiz deya tashlab. Va imzo to'plagan, yelka suhbat boshqaga yezib Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarligiga yo'llagan o material boshqa narsa, undan keyin o'zaro to'plashib hatta şu tashkilotning ishxonalarida o'tirib bir qanchasi shunda muzokara qilgan. Bular o'lsa namozga bormaymiz. Nazrga bormaymiz. Biz o'lsak keltirmaymiz mesela. O'lgandan keyin keltirmaymiz deb qarammaydi. To'y to'kin qilsak chaqirmaymiz. To'y to'kin qilib qolsa bolalarning to'yi bo'lsa biz bormaymiz. Shunda chaqirib yetim qoldirmaymiz deb shunda ujultashdak fikr birligida o'tganlar bir qancha hammasini aniqlab qo'ydim men. Endi bu shunaqa agar biz öç alaylı desek, elbette bu qalpoqni kaydirib qolaymiz. Bizning onda olsa, aqla adika tutib aqla deb bu qalpoqni kaydirib qolaymiz. Ama bu bizniki oldimizga qo'ygan tanlagan yo'l Uyg'uristonning mustaqilligi yeni bir tarafdan chet ellik Uyg'urlarning siyosiy ong'i bilan vatanparvarlik, millatparvarlik tuyg'udan yetilishini olg'a surmaydigan bir oliyjanob yo'l bilan
mengotgan bo'lganligimiz uchun endi buni darhol bunda qilimiz kamaydi endi bunda demay turmiz hozircha. Balkim Aziyuning doklatining davomida oshkorni chiqishi mumkin ba'zanlarning hech bo'lmasa XX degan nom bilan chiqishi mumkin bo'lar. Yo'qolmaydi. Hayotni biz tasavvur qilganda ikkinchi qatimliq, uchinchi qatimliq bir josuslar qilib chiqqan chaqda ondan keyin chiqishi mumkin. Balkim ömür bo'yi chiqmasligi mumkin. Favqulodda ba'zanlarningki jipchi Xitoy davlat kabinetiga tutashib qolgan bo'lsa, Xitoy davlat kabinetidagi 9 nafar shu rahbarlarga tutishib qolgan ish bo'lsa, bundaq aziyodek josuslarniki arxivdan chiqmaydi. Unda o'tib ketishi mumkin. Ammo ya'ni mening hozirgi ta'kidlamoqchi bo'lganim mayli ijtimoiy jamiyatchilikni tartibga solib bunda epmaqsaq bo'ldi deydigan Uyg'urlar bo'lsin, mayli vatan davosiga aktiv qatnashib, Xitoyga qarshi turish pozitsiyasida harakat qilganlar bo'lsin, hushyor bo'lish kerak, sezgir bo'lish kerak. Bunda o'ngliq bo'lish lozim. O'ziga muxolifat qilgan kishilarga tuhmat qilmaslik, ajallik zarb berishni strategiya, taktikli qo'ymaslik. 10 yillik, 5 yillik, 20 yillik keyinni ko'zlash lozim. Agar 98-yil shu qarindoshlarni suiqasd vujudtirib atmagan bo'lsa, balkim yaxshi bir ishlar vujudga chiqib kelishi mumkin shu vaqtda. Shuni aslan chiqarib atmay, dunyoning har mumkin dilda emas, dunyoning har qanday yerda o'ltirib yashayotgan qarindoshlar, vatan da'vosi qilayotgan tashkilotlarimiz hammasi buni nihoyatda yaxshi nazarda tutish kerak deb men buni kuchli tavsiya qilaman. Endi sizniki hozir suhbatniki oxiriga kelib qoldik. Sizniki azroq bir tavsiyalaringiz bo'lsa, buni bir qisqacha xulosa deb o'tsangiz. Albatta, endi bu Aziyuning chet elga qochib chiqib Uyg'ur jasursiz doklab berish ma'lum ma'noda elib aytganda biz uchun cho'ng bir qo'shalinarli ish bo'ldi. Albatta. Chunki buning bundaq bo'lishi nurg'un Uyg'urlarimiz masalan qanday qaraydi desangiz, hatto xili yuqori darajadagi shu tadqiqotlar shug'ullangan kishilar bu Xitoyning Uyg'urlar ichida jasus yo'q deb qaraydi. Endi bizniki jasus yo'q, lekin xabar etkizgan ayg'oqchi, paydoqchilar bor, yana ashta bir o'tirib qo'yilgan leksiyalar. Buni har xil nomda atsin, demak Xitoy uchun belgili qiymat va narsani yetkazgan odam Xitoy uchun xizmat qilgan odam bo'ldi. Bu jasus hisoblanadi. Buning endi bugungi kunda shaklini ajoyib har xil türünün intan köp ekanligini Uyg'urlar belgilimiz yaxshi bo'ldi. Masalan, oddiy bir parcha xatdan tortib, eng oxirgi SMSgacha bugungi kunda mana Xitoy bilan shu bexatarlik idoralari bilan turib Uyg'urlarning josuslik qilayotganligi aniq bir yak berib qoldi bo'lmasa, bizning qilayotgan ishlarimizda bunchalar qalayimqanchilik, bunchalar timtaslikdan keyin buni yana qo'ychimada yangi doktorlar o'tirib chiqmaydi demakchilar. Bu aytdi yaxshi. Nima bo'ldi? Shu masalan Münchendeki 4 Uyg'ur jasusi Xitoyga ishlagan, ya'ni Münchendagi yashayotgan Uyg'urlarning dunyo Uyg'ur qurultayining faoliyatlarini Xitoyga yetkazish faoliyatini qilgan 4 jasusga München Xitoy elchixonasidagi bir Xitoy mas'ul bo'lgan degan bunda axborotlar chiqdi masalan. Shularning ustidan elib berilgan so't, mayli so'roq xatirlar bo'lsin, German axborotlarida, Der Spiegel jurnalida chiqqan, ajnat chiqqan bizmi, balki Xitoy elchixonasidan safarbar qilgan mana bir yetaklangan bir josuslar bo'lsa kerak deb o'ylagandik. Masalan, buni hozir ICU dokladida Lensin degan shivani hatto Makkaga ketgan to'xtab chiqoldi. Bu endi turishliq davlatdagi Xitoy elchixonasidan ishdan chiqib bu ayg'oqchilarni tashkil etganligi emas, balki Xitoy markaziy hukumatning yo'l yo'rig'i bilan o'rlashtirayotganligi chiqadi. Bu tarbiya nihoyatda siz aytgandek bir yaxshi bir fursat bo'ldi Uyg'urlarniki, ya'ni josuslarga qarata qanday pozitsiyada bo'lish, josuslarni tunishda masalan qandaq bir aynakni qarashning o'zi nihoyatda yaxshi bir andiza paydo bo'ldi. Endi ko'p rahmat. Har qanday bir vatan da'vosi qilayotgan tashkilot, ya'ni Tumurda Uyg'urning qiynayotgan har qanday bir Uyg'urningki ilmiy usulda nihoyatda so'qqonlik bilan bayonot e'lon qilib, fikr suhbat uyushtirib, bunday hushyorlikni o'stirish to'g'risida taklifda bo'lish har kimning majburiyati ham huquqi deb qarayman. Ko'pchilikka rahmat. Yana bir qatam ko'rishguncha hammalar omon bo'linglar.